Assalomu alaykum hormanglar. Mana akamizning 3 yildan beri yotgan apparatlari bor ekan. Shuni hayotga qaytardik. Shlankalarni almashtirib, saskoy rezinkalarni almashtirib oldik. Mana sigirga ulab qo'ydik. Apparat yengil bo'ldi, yana xizmatlariga tayyor. 3-4 yildan bemalol ishlataveradilar. Muammosiz. Mana sut sog'ilish jarayonini ko'ryapsiz hozir. Hamma narsasi tashdi yengil bo'ldi, apparat yengil hisob. Bemalol. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Sigirimiz ham maza qilyapti, sut beryapti. Ba'zilar savol berishadi, sut tugaganini qayerdan bilaman? Mana bitta ko'rsanglar, sut kelib turadi shu yerdan. Sut to'xtasa, yechib olsanglar bo'ladi. Ungacha bemalol sog'urasiz.